Yo, sizlar bilan 17 Forever. Bugungi videomizda O'zbekistonni jahon chempioni qilamiz. Final 4-qism. Mana finalda biz Fransiya bilan tushganmiz. Biz aynan mana bosib o'tgan yo'limiz bu. Xo'sh, bugun chempion bo'la olamizmi? Tariximizda birinchi bor. Xo'sh, ko'ramiz. Mana Fransiyani bosib kelgan yo'li bu bizning bosib o'tgan yo'limiz. Gollandiya, Angliya, Portugaliya, Fransiyaga ancha kuchliroq, Ispaniya, Braziliya, Germaniya kabi jamoalarni bosib o'tdi, ammo bizniki ham undan qolishmaydi. Anchagina kuchli terma jamoalarni yutdik. Xo'sh, o'yinni boshlaymiz. Yutsak bugun mana shu finalni Toshkentga olib ketamiz sizlar. Toshkentga. Xo'sh, bugun nima bo'ladi? Yuta olamizmi Fransiyani? Fransiya ham anchagina kuchli terma jamoa. Tarkibida Dembele, Mbappe, Olise, Due kabi iqtidorli futbolchilar tiqilayotibdi, tarashayotibdi. U yerda futbolchilar juda kuchli jamoa hisoblanadi. Xo'sh, mana O'zbekiston baribir o'zi o'ynatish boshqachada. Ko'rdingiz-a, kubokni yonidan o'tib ketishdi. Va mana Fransiya terma jamoasi o'yinda biz boshlarganmiz. Eldorbek, omad O'zbekistonga boshladik. Obuna bo'linglar. Sizlardan iltimos, keyingi kantlarimni chiqarishga bu menga kuchli motivatsiya hisoblanadi. To'p Fayzul Hamrobekovda ekan. Hamrobekov, Shomurodov, Urunov, Fayzullayev, zarba darvoza tuzuniga tegdi to'p. Ko'rdingiz-a? Mana shunaqa zarbalardan super gollar urdik biz. Anchagina tarashyapti gollarimiz. Shunaqa gollar bizda. Shukurovda to'p, Urunovga birga bir qana nima qiladi Urunov? Va, super gol! 12-daqiqada biz hisobni ochdik. Va, Urunov ko'rdingiz-a, birga bir imkoniyatda qanday sovuqqa o'ynaganini. Qarang, hop, birga bir boryapti darvozani ustidan sekingina oshirib qo'yapti. Rabiotda to'p olib qo'yamiz. Urunov Hamrobekov o'tmadi. Olise mana shu hujumchi yopishishga voy Olise zo'r patga tushirib ketdi. Dueda to'p uzatma, Mbappe hal qilib qo'yadimi? Nima bo'ldi? Penalti bo'lmasin, nima bo'lsa ham. Offside ekan, offside ekan. Neymatov uzatma. Xo'sh, nimalar bo'ladi? Alijonovda to'p. Alijonovning ham qanotida anchagina kuchli hujumchi, himoyachi bor. Bu Teo Hernandez, uni bilasiz, qanday Alijonov ajoyib fint qildi. Fayzulloyev o'ziga qaytarish kerak. Alijonov zarba va super gol 2-0. Finalda biz g'alaba qozonyapmiz hozircha. Fransiyada lekin bilamiz 2022-yil finalda nima qilganini. 2-0 yuta turib Argentina 1 daqiqancha Mbappe 2-3 qildi hamda ekstra bo'limlarga o'tishdi. Ekstra bo'limlarda ham kuchlar teng keldi. Penaltilarda faqat omad kelmadi Fransiya terma jamoasiga. Sizlardan iltimos, birgina iltimosim bor. Bu obuna bo'linglar, like, comment. Men sizlarga o'tgan videolarimda ham aytganman. 1000 ta obunadan so'ng men PlayStation'da FC26 o'yinini o'ynayman. Unda ham O'zbekiston karyerasini qilib ko'raman. Hozircha obuna bo'linglar. Xo'sh, Fayzullayev zo'r olib qo'yapti. Zarba. Salgina yurishimiz kerak edi. Qanday mayli. Yutyapmiz. Hozircha 2-0 shuning uchun indamaymiz o'yinchilarimizga. Xo'sh, Olisedo zo'r patkatda oldi Shukurov. Shukurov nima qiladi? Shukurov uzatma. Nasrullayev nima qiladi? Qanotda yorib kiradimi? Yo'q, uni qanotda kunday bor, qiyin. Uzatma, Urunov zarba. Bu ham Minyanga chort emas. Bunaqa zarbalar. Va shu tariqa birinchi bo'lim yakunlandi. Sizlardan yana bir bor iltimos, obuna bo'linglar. Like, comment. Comment yozinglar, keyingi jahon chempionatida qaysi terma jamoani chempion qilaylik, shuni yozib qoldiringlar, yo bo'lmasa karyera rejimini qilamizmi? Zo'r reja bor. FIFAda emas, eFootball, ya'ni PESda Barselonani 38 turda chempion qilmoqchiman. Xo'sh, nima bo'ladi bu yerda? Mbappe qilyapti, penalti. Kerak emas edi shu narsa. Nima bo'ladi endi? Mbappe ursa hozir. Xo'sh, Neymatov olib chiqyapti. Neymatov qarshilik darvozabon, Nasaf klubining darvozabon. Bizning faxrimiz, deymi? Shunday, bizning faxrimiz. Men o'zim avval videomda aytganman, qarshilikman. Va obuna bo'linglar, like, comment kutaman sizlardan yana.
To'p Alijonovda. Alijonov, Shomurodov shunday zo'r qochib ketsa bo'ladi. Oy, Shomurodov cho'zib yubordi, ammo pasni berdi. Xo'sh, bitta pas bilan o'tkazmoqchi. Oy, ulgurganda Alijonov o'ng tarafda Fayzullayev ochilib kelayotgandi. Hisobni 3-0 ga yiriklashtirib qo'yardik yanada. Dembele yetib kela olmadi, Ashurmatov. Bu yerda Nasrullayev yetib kela olmadi. To'p Oliseda. Olise zo'r o'ynamoqda Fransiya hozirda terma jamoasida. Oy, Olisen kechon qarang. Xo'sh, Hamrobekov yetib olib tepib yubordi. Ko'rdingizmi? Alijonov, Fayzullayev, Alijonov. Nima qilamiz? Barsani chempion qilamiz FC Mobile'da. Yo bo'lsa biron terma jamoa chempion qilamiz, yo siz aytgan klubni Chempion Ligasi g'olib qilamiz. Qism qilib. Shuni menga kommentga yozib ketinglar. Xo'sh, 83-daqiqa, 81-chi, 82-chi. To'pda Mbappeda. Oy, G'usanov. Rabiotda Shomurodovni patkatini ko'rdingizmi? O'runov, Shomurodov qochib keta oladimi bir gap? Yo'q, qochib keta olmasi, sabab tezligi yetmas Shomurodov. Bu yerda to'pni olib qo'yishardi baribir. 89-daqiqa to'p Fransiyada, ya'ni Oliseda yana Mbappe va shu tariqa azizlar, biz tariximizda ilk bor jahon chempionatiga chiqib chempion bo'lyapmiz. O'yinda bo'lsa Husanov, xo'sh, O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempioni. Husanov kapitan 45-raqam kubokni ko'tarib yuribdi. Ko'rdingizmi? Biz chempion bo'ldik azizlar bu turnirda. Xo'sh. O'yinni yaxshi o'ynasa Alijonov Mbappe bilan solishtirganda Mbappe 4 ta pas, Alijonov bitta gol, 6 ta pas. Mbappe bitta ura olmagan penalti sabab bo'ldimi? Va 2-0 bu yerda yutyapmiz. Sizlardan yana bir bor iltimos, obuna, like, comment. Va bu keyingi videolarni chiqarishga zo'r motivatsiya. Xo'sh, bu yerda hozir kubokni namoyish qiladi. Turnirning yaxshi o'yinchisi Shomurodov 8 ga reyting va 4 ta gol uribdi. Yaxshi to'prar ham. Boshdan ko'ramiz bu narsani. Xo'sh, kubokni qarang. Va mana animatsiyasi juda chiroyli. Sizlardan iltimos shu, obuna bo'linglar, like bosinglar, keyingi video chiqaramiz.